Bu video xudo xolasa ustanovщиkligi ham, uyiga panel qo'ydirmoqchi bo'layotganlarga ham foydali bo'ladi. Hop, biza yangi yo'ldamiz. 20 kilovatli elektrostansiyamizni ustanovkasi tugadi. Bu yerda izolyatsionniy tom, buni tekshirib qotirishni hech qanaqasiga iloji yo'q. Shu sababdan biz beton bloklardan foydalanganmiz. Bu bloklar og'irligi uchun panellar hech qayerga qimirlatib bormaydi, uchib ham ketmaydi shamolda, bemalol ushiydi. Ko'pchilik beradigan savollar panel bilan keyingi qatori orasida qancha joy bo'lishi kerak, panelning gradusi qanaqa bo'lishi kerak, keyin panel qayerga qarab turishi kerak degan savollar bizga ko'p tushadi. Shu sababdan hozir men qisqacha qilib tushuntirib beraman. Panelning ukloni 30-40 gradus bo'lishi kerak. Sababi yozda quyosh balandroqdan o'tadi, qishda pastroqdan o'tadi. O'sha sababdan ham o'rtasida bo'ladi. Qish ham yozda bir xil quyosh tushishi uchun oralig'iga keladigan bo'lsak, oralig'i minimum 2,5 metr, 3 metr qilinadi. Sababi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, soya tushyapti. Bu qatori soyasi bu panelga tushib qolishi kerak emas. Agar bu panelning soyasi ozgina tushib qoladigan bo'lsa ham, elektrostansiyaning effekti sezilarli darajada kamayib ketadi. Quyoshga qarab turishini oladigan bo'lsak, ertalab quyosh bu yerdan chiqib, o'ng tarafiga botadigan bo'lsa, quyosh chiqib botadigan tarafni o'rtasiga moslashtirib qo'yiladi. Ertalabdan chiqib to kech payt botgungacha quyosh tushib turishi kerak. Xullas shunaqa gaplar, kimga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, mana shunaqa maslahatlar kerak bo'lsa, kimdir qanaqadir panel qo'ydirmoqchi, lekin nima qo'ydirishni, qanaqa qo'ydirishni bilmayotgan bo'lsa, bemalol direktga yoki pastdagi nomerlarga yoki profilimizdan shaklda nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. 24 ga 7 telefonimizda yo'q. Xohlagan paytingizda telefon qilsanglar, maslahat berish mutlaqo bepul. Bemalol telefon qilib maslahat olinglar. Qolamiz sizlar.